ozgina sabr qiling, hozir ko'rasiz. Judayam ibratli, kutilmagan, ishtahani ochadigan, dardli, millionlab insonlarning inshaalloh yaxshiligiga sabab bo'ladigan zo'r video bo'ladi. Ko'ring. O'zidan ehson qilib turish kerak. O'shanda ehson ikki barobar keladi. Hozir nima norozichilik bo'lyaptimi shu bilan? Nima hozir mani deb yutolmay qolibdilar. Men jang qilganim uchun. Dardingiz bo'lsa ayting. Men uzr so'ramoqchiman. Bilmayapman bolalar kasalligini qo'pollik qilib qo'yibman. Bu kishi ham adashib menikini olib qo'ydilar. Bolalari kasal bo'lsa, endi kechirasiz-ku. Buni yutgan bo'lsalar bolalar, Xudodan so'rasiz. Mana aytayotdilar-ku. Umid qilib kelgan edim, yaxshi kayfiyatda yutaman deb kelgan edim. Doktorlik endi nima deyman? Bolam operatsiyasini o'tkazaman deb o'yladim. Qayerdan olaman endi? Bolalar kasal ekan. Bular yuraydan. O nima qildi? Qancha kerak? Bolangizga nima? Jigar. To'g'ri masalada to'g'ri beringizlar. Biz qo'shilganimiz yo'q. O'ziga olsin. Chunki mana 3 ta yetimi bor. Uyi birovning uyida turadi. Balkim o'ziga shu yerda uy qurar. Shuni biling, har doim siz kimgadir yaxshilik qildingiz. Shunday. Bular ham ayol kishi, bular ham ayol kishi. Shunday. Ikkalovilar. Siz bularga shunchalik berdingizmi? Sizdan duo qiling. Xudo xolasa keyingi konkurslarda yutasiz. Yo'q, konkursga qatnashmayman mayli. Menga g'oyibida Xudo yetkazsin, siz duo qiling bo'ldi. Men bunaqasiz o'ylamadim. Toshkentga o'zi kelish. Yo'q, mening ham uyim yo'q, boshqam yo'q, mayli. Shunday ham beryapsiz. Menga g'oyibida Xudo o'zi yetkazsin. Mayli. Voy. O'zim ham erim jigar serasi o'tib qolgan. Kabiringiz o'chirib turardingizmi? Ozgina gaplashmasam maylimi? Hozir tushunmadim. Ham eringiz siroz kasal. Yo'q, o'tib qolgan. 2,5 yil bo'ldi, rahmat bo'lib ketgan. Eringiz o'tganlar. Uyingiz joyingiz yo'q. Bolalaringiz bor, shu pulni berib yuborasizmi? Yo'q, berib yuboraman. Shunaqa odamlar bormi? Yo'q, to'g'ri shunaqa odamlar bormi? O'zim ham shuncha bo'lsa ham ko'pchilikga yordam beraman. Pul kerak bo'lsa yordam beraman. Qo'shnilarga biror zarur bo'lsa beraman. Kimga bo'lsa. Qo'yibda ajrana bilan yaxshi oldim. Mayli. Mana qarang, ehsonni mukofoti ehsondir. Alloh o'zi suyanchi. Alloh bor. Ishonasiz? Ishonaman. Hammasiga ishonasiz, to'g'rimi? Ishonaman. Rozimisiz? Roziman. 10 marta ehson mukofoti ehson. Ehsonni mukofoti ehsondir. Nega ehson qildingiz? Jigar siroz bo'lgani uchun Yordam sifatida. Bolalar yaxshi bo'lsin. Mo'jizaga ishonasizmi? Ishonaman. Ishonasiz? Ana, Qarang. ana. Yangi kvartira sotib olish kerak. $30,000 so'mi 286 million so'm. Har bittamizni insofu diyonatimizga uxlab yotgan insofu diyonatimizga tushirilgan tarsaki bo'ldi hozir qilgan ishlari. To'g'rimi? To'g'ri. To'g'rimi gap? To'g'ri. Bizni ko'rayotgan millionlab insonlarga mana bu ibrat bo'ladi. Bizni qalblarimizda eng buyuk, eng mo'tabar bo'lgan uxlab yotgan mehr-oqibat tuyg'ularimizga tushirilgan tarsaki bo'ldi. Mana shunaqangi mardlik bizga yetishmaydi.
qarang, o'zlari muhtoj bo'la turib, uylari bo'lmasdan turib, yetim farzandlarini otasi katta qila turib, muhtoj bo'la turib, arzimagan 20 million so'm pulni umuman begona bo'lgan ayolni ko'z yoshi uchun, aytgan dardi uchun shunday beryapti. Mana shunaqangi mardlik, mana shunaqangi saxovat, mana shunaqangi Allohga tavakkul bizga yetishmaydi. Zotan Allohning va'dasi chin, ehsonning mukofoti faqatgina ehson. Agar hozir shu ish qilmaganlar, biz boshladan tushmasdik. Mana shu kapsiyada men bekinib o'tirganim, men aniq ishonardim. Shu ayol mana shunaqangi mardlik qiladi degan. Tushunyapsizmi? Bizga mana shunaqangi tavakkul yetishmayapti. Bu mol davlatning shon shuhratning egasi Alloh bo'lgandan keyin siz kimgadir bitta yaxshilik qilsangiz, sizni Alloh bir narsaga muhtoj qo'yadimi? Yo'q, ziyodasini beradi. Eng kamida 10 karra va'da qilgan Alloh. Bilasizmi? Bizga mana shunaqangi saxovat, yaxshilik, bir-birlarimizga mehr oqibat yetishmayapti. Subhanalloh. Bermasangiz bo'lardi-ku, nega berdingiz? Jigar sirroz bo'lgan men xo'jayinman, jigar Siz muhtojsiz. Yo'q, Shu yetim farzandingiz uyingiz yo'q. mayli. Sabr. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mayli. Ha, aniq ishonchim komil, sizlar ham bunga ishoninglar. Mana shu lahzada kimki hozir shunda ishtirokchi bo'ldi, xizmat qildi, yordam qildi, mashina haydadimi, mayli, nimadir ishi bilan shu yerda qatnashdi, gunohinglar to'kilib ketasizlar o'tdi. Gunohinglar to'kilib, aniq bunga ishoning. Buni Allohdan so'ranglar endi. Tushunyapsizmi? Chunki biz yetimni boshini silayapmiz, tushunyapsizlarmi? Har bitta soch miqdoricha gunoh to'kiladi, har bitta soch miqdoricha ajr savob yoziladi deyilgan. İnsonni qadri naqadar Alloh yo'q. O'tar ketar 5 kunlik dunyoda yashaganimizdan keyin bizdan qoladigani ham, biz bilan ketadigani ham mana shu. Aniq ishoning shunga. Mana shu qilgan yaxshiliklaringiz oxiratda sizni kel, hojam, men o'sha qilgan yaxshiligingman, men o'sha ehsoningman, men o'sha sadaqotingman, men o'sha g'amxo'rligingman, do'stingga, birodaringga, vatandoshingga qilgan mehr oqibatingman. Sen meni o'sha paytda bergan eding, endi men seni himoya qilaman deb Robbingizni oldida sizga dalolat qiladi. Shuning uchun hech qo'rqmasdan shunchaki bering. Bering. Aslida berishda bor ish. Yig'ishda emas. Olganim emas, berganim o'zimniki degan gapimizning asli ma'nosi mana shunda. Tushunyapsizmi? Biz bularni kuzatdik zimdan. Uzoq vaqt davomida ularni o'rgandik. Sirdaryoda, Gulistonda mana shunaqangi qalbi to'q, mana shunaqangi sabrli, shukronali, iffatli, or-nomusli o'zbekning qahramon ayoli borligi butun sirdaryoliklar uchun, butun O'zbekiston uchun faxr aslida. Mana shunda insonlarning haq hurmatini Alloh bizni balolardan tag'am asrab turibdi-da. Tag'am asrab turibdi. Chunki qilayotgan xato, nuqson, gunohlarimizga allaqachon bizni yer yutish kerak edi. Bizni loyihamiz aslida mana shu ibrat loyihasi. Bularni qilgan xatti-harakatlari bizni ko'rayotgan millionlab insonlarni hayotda o'zlarining xatolarini ko'rib, o'zlarini isloh qilishliklariga sabab bo'lsin. O'zingizni isloh qiling, xatolaringizni tan oling. Haqiqatdan to'g'ri aytdilar deb bugundan boshlab o'zgaring. Ehson qilishni boshlang, yaxshilik qilishni boshlang. Qo'rqmang. Hozir ham to'xtating videoni, Click, Payme, Paynet zumratlariga kiring. Vaqt xayriya fondini 10 dan ziyod yo'nalishlari bor. Ehson qiling. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bilasizmi, biz sizga hozir arzimaga 30 ming dollar pul berdik, lekin biz hozir bundan ancha katta narsa bilan ketamiz. Sizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Alloh rozi bo'lsin. Mana bunaqa matning ko'rganmisiz? Yo'q. Yo'q, bugungi kunda noyob qizil kitob kiritsa bo'ladigan insonlar mana shularda. Lekin ular bor-da. Bor. Nimaga aytsam, bolasi bor-ku deydilar Sardor aka. Onangiz bilan faxrlanasizmi? Faxrlaning. Onajonga o'xshagan. O'g'lim, faxrlanasizmi onajon bilan? Bularga munosib farzand bo'ling. Keling ona qizim. Ha? Yig'lang. Voy jonim qizim, nimaga yig'laysiz? Ha? Xursandligingizdanmi? Bugun xursandmisiz? Mana bu qizaloqni qarang. Bugun uni ko'zdan chiqayotgan yoshlar qiyinchilikdan, odamlarning befarqligidan emas, xursandchilikdan otilib chiqayapti. Mana shu ko'z yoshlar do'zax o'tlarini o'chiradi. Mana shu ko'z yoshlar. Chunki bular begunohda, bular begunoh. Bularning xursandchiligi to'g'ri arshgacha yetib boradi. Robbim taolo ko'rib turibdi. Va bu yerda hozirgi lahzada bizni xursand qiladigan yana bir xush xabar borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shu yerdalar. Ularni vasiyatlari, u kishining xursandchiliklari mana shu yerda. Yetimlarning boshini silang, yetimlarning boshini silang, yetimlarning boshini silang. Jannatda men bilan mana shu qadar yonma-yon bo'lasiz degan umidlar mana shunday bo'ladi inshaalloh. Vaqt xayriya jamoat fondi azizlar, bu birgalikdagi bizni el yurtga
vatanimizga, insonlarga, qadrdonlarimizga Allohga muhabbatimiz, saxovatimiz, biz mana shunday yaxshilik bilan hamma muammolarni yengamiz. Biz aniq bunga ishonamiz azizlar. Faqatgina safimizga qo'shiling, o'zingizda bir xohish, istak toping. Mana hozir qalbingizda bir uchqun paydo bo'ldi. Ana endi buni yoqib, uni alangaga aylantiring. Sizdan Alloh rozi bo'lsin. Va shuni sababidan bizdan ham rozi bo'lsin. Ota-onangizni Qani bolalaringiz qo'liga berib turing. Bitta duo qiling. ilohim men umrlaringiz uzoq bo'lsin. Baxtlaringiz butun, do'stlaringiz, martabalaringiz ulug' bo'lsin. Ilohim qilgan ehsonlaringiz ota-onalaringiz nomidan savoblari tegsin. Amin. Ilohim gunohlarim, kim gunohlari bo'lsa Allohim o'zi kechirsin. Amin. O'tganlarni rahmat qilsin, qolganlarni umrini ziyoda qilsin, baxtlarini butun qilsin. Kasallarni dardiga o'zing shifo ber, ey Xudo. Qarzdorlarni qarzlarni qutulishiga yordam ber. Kimki nima yaxshi niyat qilsa, yaxshi niyatlarga yetib yursin. Shuncha harakat qilganlarni, ham shuncha yugurib yurganlarning ham savoblarini o'zing ulug' qilib yozgin Allohim. Amin. Allohim hammani o'zing gunohini kechirgin. Robbana atina fid dunya hasanatan fil oxirati hasanatan va qina azaban rahmatika va barakatuh. Subhanalloh. Bugun sizni biroz yolg'on gapirib, mana shu opalarimizdan Alloh rozi bo'lsin, aldadik, lekin yaxshilik yo'lda. Bir narsa uyushtirishga to'g'ri keldi. Chunki hayotiy voqealarni uyushtirish kerak edi. Mana bulardan rozi bo'lasiz. Men soddagina qilib, uni qiluvdim-da, baliqda. O'sha soddagina bo'lib qoldi deb turdim. Mayli deb Sizni mana bu yeringizni bilishga harakat qildik. Allohga shukr, farzandim 7 muchasi sog'. Bizni bu yog'ingizni bilgimiz kerak. kasal bo'lmasa. Hech qaysi farzand hech qachon jon og'rig'ini ko'rmasin. Hech qaysi ona hech qachon farzand dog'ini ko'rmasin. Shunday. Hamma bola, hamma o'g'il qiz hamisha boshida onasi bilan, otasi bilan kulib o'ynab Ishlayotganimcha shunday dedingiz, keyin dedim, berib yuboraman deb ichimda, berib yuboraman. Mana shu xursandchiliklar umringizni fido qilishingizga arziydigan sabab. Mana shu xursandchilik biz mana shu issiq jazirama kunlarda erta tong uxlamasdan soat 3:30 dan chiqib, mana shu yerda mashaqqat bilan tellab pishib, mehnat qilib jonimizni jabboriga berib, mashaqqat chekishimizga arziydigan sabab. Siz bularni ko'rmagansiz. Hozir yigitlarimiz borishadi, yigitlarimiz borib xonadonlarni ko'rsatishadi. Qanaqa sharoitda bular yashashadi, nima uchun bularni tanladik? Buni hozir ko'rasizlar o'z ko'zingiz bilan va bularni bitta gaplari meni hayron qoldirdi. 20 million so'm pulni agar yo'lda kelayotgan bolalarga gaplashdi, agar siz yutib olsangiz nima qilasiz deyishsa, meni qaynonam muammolari bor. Bo'lmasa qaynonalarim birga yashamaydi. Erlari 2 yil oldin vafot etganlar. Shu qaynonamga berardim deyaptilar. O'zlarining uylari yo'q, bolalar muhtoj. Qachon oxirgi marta to'yib bir go'shtli ovqat yeganini eslay olmayotgan bir ayolni javobini eshityapsiz. Qaynonamga beraman deyaptilar. Va bu yerga kelgandan keyin umuman 7 yot begona ayolning dardini eshitib, qizim xasta edi, 20 million pulni shu qizimni xastaligiga ishlataman degandan keyin qaynonani ham chetga surib qo'yib, shu begona ayolga buniki ustunroq ekan, buni dardi ustunroq ekan, bunga zarurroq ekan deya o'sha 20 million so'm pulni shunda hadya qilib yubordilar. Mana sizga ibrat. Mana bu hayotiy voqea. Bo'lar bo'lmas internetdagi hali maynochilik videolarni, bekorchi gap so'zlarni, yana nima edi, o'yin kulgi, maishat, dunyoni tuganmas orzu havaslarga yetaklovchi, qalbingizdagi shu nafsingizni nomda qitqilovchi videolarni tomosha qilgandan ko'ra, mana shu videoni albatta oxirigacha ko'ring. Do'stlaringizga, yaqinlaringizga, oila a'zolaringizga yuboring. Chunki bu ham bir ehson. Bu ham aslida Alloh uchun bir xizmat. Bizni Alloh birlashtirsin. Mana shunaqangi chiroyli go'zal amallarni bor bo'lishiga imkoniyat eshiklarini ochib bergan yurtboshimizdan Alloh rozi bo'lsin.